Va nihoyat do'stlar, dadamga men moshina sovg'a qilaman bugun. 2026-yilda omadli boshlayapsiz, xudo xolasa. Qanaqa bolalar ekan, qara. Otasiga moshina sovg'a qilibdi. Bu dada chista kontent uchun Instagramga shunaqa qilib qo'yib, podpiska yig'ishadi. Buni bergandan dada bermagan yaxshi. Men bersam xudo xolasa, indamasdan beraman dada. Kontent uchun-da. Shunaqa bo'lsa ham sovg'a qilibdi-yu. Hormen dada. To'xta. Eshit. Otam hoji qilaman. Qo'shildimi? Ha, Eshitdim. ma'nosiga e'tibor berdingmi? Qara. Otam hoji qilaman deyapti. Onam hoji qilaman deyapti, baraka topsin. Ya dada, bu yerda chuqurlashib ketmang. Qo'shig'idan maqsad boshqa. Qo'shiq qancha hit bo'lsa dada, to'y ko'p chiqadi degani. To'y ko'p degani bu soqqa ko'p degani dada, bundan boshqa ma'no. Unda qo'shnimiz Dilshodchi. Dilshod hammaga aytdi, vahima qilib jo'natdi. Unaqa jo'natmaydi dada. Xudo xolasa men sizlarni jo'natsam, hech kimga aytmasdan jo'nataman dada. Indamasdan jo'nataman. Qachon? Aytaman o'zingizlarga, aytaman lekin 3-4 kun oldin. Ayta bizga. Xo'p. Qara o'g'lim. O'ylab aytdi-da. Shu qo'shiqni 5 yildan beri eshitasan-da. Yo bir zo'ruq sen zo'ruq ketmading. Lekin men qo'shiqda aytgan bola Istiqbolda konsert berib zo'ruq ketdi ama. Omadini bergur. Qo'shiqni o'ziga aytganmikin deyman-da o'g'lim. Ha mayli. Dadam to'g'ri aytdi. 5 yildan beri shu qo'shiqda eshitaman ekan. O'zgarish vaqti keldi. Qilma mehmondir tanangda bu jon ham, ko'p uchrar yo'lingda yaxshi-yu yomon ham. Bu beparosatga o'zingni o'zgartir desam, qo'shig'ini o'zgartiribdi bu. Ha, bo'lmaydigan. Sandanam, mandanam, undanam, bundanam.